Onayni ömgüret. Qaytib Rossiyadan avtobusda kelgan bor-ku. Ko'yinib olib ketdi avtobusdan. Taksi mana taksi ketamiz aka. Aka ketasizmi? Aka faqat oldingiz bo'sh bo'lsa ketaman. Rossiyadan avtobusga keldim. Ayrim ishi boks burchakka o'xshab qoldi aka. Bo'ldi, o'tiring, dam oling. Narsalar. Aka, shashtiling. O'rniga qo'ying. Aka meni aeroportdan chiqishga to'xtab qo'ying. Aka o'zi oyog'ingiz og'riyapti ekan. Nima qilasiz aeroportda? Yuring, undan keyin uyingizgacha tashlab qo'yaman aka. Nima mehribonchilik qilyapsiz? Aeroportdan chiqishga to'xtab qo'ying. Menga do'stlarim turibdi. Ularni ko'ziga men samolyotdan tushayotgan bo'lishim kerak. Men kibirman. Tashlab qo'ying. Hop. Hey do'stlarim, ya ulitayesh. Do'stlarim. Qalish. Samolyotda ucho'rib ko'nglim aynib ketib suvlaring yo'qmi? Buni ruslar bilan ishlab, ruschani ham dorvorsan kerak aka. Aponni ruslar bilan ishladim. Ruscha gapirib ko'rchi bilamki. Kaktiva zavod. Ko'cha zavod. Jinni kaktiva zavod deb seni ismingni so'rayapti. Men qaytaman, ko'cha zavoddan boshqa yerga chiqmaganman men. Bu yerda qarab, pagodalar qanaqa? Hali. Pagoda ham yaxshi yuribdi, lekin uyga bir tiyin ham jo'natgan yo'q, ha. Sendan ob-havo so'rayapman deb. Ob-havo demaysan, men pagoda deganiga paxlon oshdan so'rayapsan. Ha, yo'q. Do'stlarim, xafa bo'lishmayu. Rossiyaga ketganimdan beri choypoy ichib tashlab kelgan. Seni kelishing chakana kutiymi yeb ichamiz deb. O'zingdan nima gap? Nima planlar? Gapir. Endi planlar do'stim, Rossiyada ishlab keldim mana. Bitta qora mashina olib, bit qilib senlar bilan yurmayapmizmi? Yuradi, qilibmizmi? Men qolsanda. Pravasi yo'qmi buni? Energiya yurasanmi? Ey, nimaga siqilyapsan? Pravani ham hal qilamiz. Qora moshlani ham hal qilamiz. Zo'r o'qitadigan joyni bilaman. Yurmayapti. Qara diyor. Oldin 5 million 800 ming o'qish, hozir 3,5 million bo'lib qolgan. Agar 50% ni to'lasang, 50% ni o'qish mobaynida bo'lib to'lasang ham bo'ladi. Va diyor, qarasan. Mana nima turibdi bu yerda? Qara diyor, 50% to'lovini to'lagani kelganingda senga voucher chek beradi. Sen u voucher chekni qutichaga tashlaysan. Nihoyatda katta bayram bo'ladi. Ashunda mana shu 12 ta omadli inson yutib oladi. Oydosh, yutib ol, diyor, yutib ol. Do'stim, bu yerda o'qisang, pravaligan bo'lasan, moshinaligan bo'lasan. Onayni ömgüret. Chirmishaq, shuncha ma'lumotni bilasan ekan, otangga aytmaysan. 14 yildan beri eshitib yuraman. Men ham o'qiy, nechbir yo'q tarbiya. Pulsimida, mana. Nechbir kerak senga? Men o'qisam bo'lmaydimi? Tur onayni ömgür. Do'stingga yaxshilik qilib o'ylaydi. Bunaqa qilib ko'rma seni.